aka, showroom ochilish haqida fikringiz? Showroom rosa yoqdi, informativniy chiqdi. Har bitta detalli, matoviy, glyansoviy, har bitta anaqani mahsulotni yarki qilib ko'rsatishga harakat qilindi. Rosa ham yoqdi. Mana chagalar ham ko'rdik. Bu chagalar oddiy bozorda yo'q ekan. Bu chagalar bu poliuretanoviy chaga adashmasam. Hozirda zamonaviy poliuretanoviy. Ularga mana ezab tushib qolmaydi. Nargilarga es tushib qolardi. Hozir mahsulotlarni aytyapsiz, xuddi haligi usta prorabga o'xshaysiz. Nima ish qilasiz aka o'zi? Biz qurilish sohasidamiz. O'zingiz qurilish sohasidasizda-mi? Ba'zi usta akalarimizni aytyapmiz, "Yo'q, men oldin ishlab ko'rmagan ekanman" deyishyapti-da. Siz bo'lsa o'sha hamma narsalarni aytib ketyapsiz. Shu endi oldin ishlatganmiz atachentalarni. Bizda atachentalar hozir bu yerda narxini so'radim. Narxi sal qulayroq ekan, arzonroq ekan. Mana glansivlarni ko'rib turibmiz. Prozrachniy chiroyli holatda. Aka, mana bu nafaqat atachento, balki tikurillarni ham showroomi. Tikurillar haqida qanaqa fikrdasiz aka? Hozirgacha tikurillarni ishlatmaganmiz, to'g'risi retekli ishlatardik. Turkiyaniki tikurillarni ishlash jarayonida endi ko'ramiz-da. Xudo xolasa ishlatib ko'ramiz. Ko'rinishlar rosa sifatli ko'rinib turibdi. Endi ishlatsak keyin bilamiz-da. Aka, bu mana atachento mahsulotlarimiz doskalarga surka tayyor qo'ydik. Buni xalqimizga qanaqa manfaatli tomonlari bor deb o'ylaysiz aka, usta sifatida? Manfaatli tomonlari yuvsa bo'ladi, tozalasa bo'ladi, bo'lsa dog' bo'lsa, boshqa bo'lsa. Shu mo'yishligi eng hozirgi trendiga mahsulotda. Namanganlik usta akalarga ikki og'iz gapingiz. Kelinglar, ko'ringlar, mahsulotni olinglar. Mana yaxshi mahsulotlar sifatga qarab yurilyapti-da hozir. Sifatli narsalarni olish kerak. Rahmat sizga, xudo xolasa yana kutamiz aka, rahmat.